Birinchi xonim Ziroat Mirziyoyeva haqida tongda xabar keldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Ko'ksaroy qarorgohida Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich va rafiqasining mamlakatga tashrifi doirasida rasmiy tadbirlar bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlarini rasmiy kutib olish marosimidan so'ng O'zbekiston birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva va Serbiya birinchi xonimi Tamara Vuchich uchrashuv o'tkazdi. Norasmiy muloqot chog'ida xalqlar o'rtasidagi aloqalar, gumanitar va madaniy hamkorlik yuzasidan fikr almashildi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchichning muzokaralari natijalari O'zbekiston-Serbiya munosabatlarini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va o'zaro anglashuvni yanada mustahkamlashiga ishonch bildirildi. Shundan so'ng Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich madaniy dasturda qatnashdi. Oliy martabali mehmonga O'zbekiston xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi va an'anaviy marosimlari namoyish etildi deyilgan xabarda.